Videoni yaxshilab ko'rsanglar, orasida oqachi ko'rinib qolgan. Qaysi biriligini kommentariyada yozib ketinglar. Bugungi obzorni men emas, men o'rnimga sizlar yaxshi ko'rgan eng oldi futbolgerlar qiladi. Trabzon restoranida yozgi sezon rasman ochildi. Ketdi ko'ramiz. Trabzon kelsam, birinchi har doim pidedan boshlardim. Sirligi. Pide yelagan gapi yo'q. Mazasi o'sha issiqqina sirlari cho'ziluvchan. Pide yeyishni bilmas ekan. Bugun Instagramda ko'rgan mana videoyimni soladi. Mana shuni ko'rdim. İçiga baqlajon qo'shar ekan. Mana, voy, mana. Ana. Bismillah. Nima u? Asal. Voy. Zo'r bo'ladi. Voy billah. Bismillah. Lekin boshqacha bo'lar ekan. Yaxshimi yomonmi? Zo'r chiqdi mana. Mana bu Trabzonni hech qayerda uchrata olmaydigan uzumli salatdir. Hozir zo'r otdim. Ayni bahor payti oilaviy kelib, bitta mashina zakaz qilib zo'r maza bo'ladi. To'g'risini aytsam, bu salatning nomini o'zim ham bilmayman. Bu go'sht juda ham zo'r marinovka bo'libdi. Sochinishda o'zida qolgan, yumshoq, ozgina nim ta'tir achchig'i ham bor ekan. Mana qaranglar. Bay. Trabzonda milliy taomlarda hattoki manti ham bor ekan. Qarang. Bismillah, ochib ko'raylikchi. Bunda nima bor ichida? Voy. Biz yaqinlarimiz bilan Trabzonga kelganmiz. Men o'zimga qozon kabob etganman. Baribir o'zimizning milliy qozon kabobga hech qaysi ovqat yetmaydi, qaranglar. Kil olib ketgan qaranglar. Voy. Mana bismillah. Bismillah. Piyozlar bilan. Aynan to'yga nimaga topshirgan ekanlar? Xullas menga Iskandar kabobni olib kelishligi bilan shunaqangi saryoni qilib kelib bor. Ishtaqani ochib tashadi. Hozir mazasini endi bitta ko'ramiz. Shunaqa ishtaqani ochyaptiki, voy, u atak yaproq kesib qo'yishdi lekin. O'zim ham to'g'risini aytaman, deta dedim, lekin shunaqangi maza zo'rligidan yeb qo'yapman. Trabzon atmosferasi alohida e'tibor tortadi. Ayniqsa yozgi terrasasi va fontallari mazza qilib dam olib ketishingizni ta'minlab beradi. Agar tashqarida o'tirishni istamasangiz, ichkarida premium atmosfera oilaviy kelishga arziydi. Undan tashqari detskiy plashatkalari ham bor. Ovqatlarning mazasini o'zingizlar ko'rdinglar. Atmosferaga esa alohida 5 emas, 6. Endi kommentariyada yozib ketinglar. Bu joyga kim bilan birga kelgan bo'lardinglar? Aytgancha, ovqatchini ko'rdinglarmi?